Mbappe fantastik mavsum o'tkazayapti. Shunchaki unda omadsiz tarix takrorlanmoqda. Men haqimdagi videoni ko'rishdan oldin futbolga oid eng zo'r sahifa sharhlovchi Sardorbekka obuna bo'lib qo'ying. Kilian haqida gap ketar ekan, ilk navbatda u Realdagi debyut mavsumida gol urish bo'yicha eng yaxshi rekordni qayd etganini e'tirof etishim joiz. Bo'lib ham fransuz bu ro'yxatda Realning dunyo tan olgan bir qancha afsonalarini ortda qoldirdi. Kechirib qo'yasiz-u, buni istalgan super futbolchi ham orzu qiladi. Kamiga ichki chempionatda 28 ta gol bilan peshqadam. Oltin butsi uchun kurashda faqat Gyokerishdan ortda qolmoqda. Vaholanki uni mavsum boshida va o'rtasida Realning omadsizlari qatorida ko'rishayotgandi. Achinarlisi shundaki, u yana faoliyatidagi eng zo'r davrlardan birida sovrinsiz qolmoqda. Lekin jamoasi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qildi. Klassikolarda ham butun Barselonaga bir o'zi turib berdi, lekin yakunda jamoasi bilan mag'lub bo'ldi. Xuddiki 2022-yil Jahon chempionati finalida bir o'zi butun boshli Argentinaga qarshi o'ynab, yakundagi eng muhim vaziyatdagi yutqazib hammasiga nuqta qo'yganidek. Lekin jamoasini bu inqirozi vaqtinchalik. Buni mendanda yaxshiroq bilib turibsiz. Ularning haqiqiy potensiallarini kelayotgan mavsumda kuzatgan holda sizni haytlaringiz futbolni yaxshi tushunmasligingizdan dalolat ekan.